Dada Tiflis ehvoliyati tatan yaxshi. Bundaq bo'lib men xotirjam vakolatchi bo'la olayman. Endi men maslahatimizda sutida chataq yo'q. Endi boshqa jihatlarda endi sizga e'tibor qilib bersak bo'ladi. Murat, bek tirishyapsiz. O'g'il bola bo'lgandan keyin texim bek tirishim bo'lamda. Voy xotirjam bo'ling, direktor. Cho'qim yaxshi tirishib ishlab umidingizni yeyib qo'ymayman. Lenning bodigan Jouziyang. Zo'ka, shala. Shuna muomala qilsa bo'lamda? Topilmadi deb bilmay qolgan şeydir. Bizning bu shirkat uchun azaldan bir-birimizning xiyridan tatib olmaymiz. Voy. Kanalınız işimi geldim. Evet. Evet, durayım mı? İşken bu için. Rahatla koyalım. Çay ekleyin. Külgeç oturttum. Çay işkeş. Kırayım. Bu yeni materyaldan tayyorlab qo'yman deyotgan to'g'rimiz kon material ekan bu. Ha? Yo'q. Men aldiq ketib ko'rishgan bo'yicha siz degan bo'yicha ratlab qo'ygan. Yaxshiroq qarab chiqaman mana. Material. Ha, kechiring. Yo'q, men Bunda qismda qamlashmaydi-ku. Yo'q, tushungan, men tayyorlab qo'ygan. Qiynayapsiz. To'xtab turing. Ayoq kelib qolgan o'xshaydi. Kechiring. Sotol. Eğer o kanun bo'lsa, mang'ashtirib tayyorlab qo'yman kelib. Yo'q, tayyorda men tushungan, men tayyorib qo'ygan. To'xtab. Sotolda men telefon qilib tayyorlab. Nega? Şimdi herkes söyledi. Yanında tutam tutuğa. Bu kalecilerin sınıf gibi bu. Güzel. Şimdi ma hammaylar motor shug'ul ketganda siz shirkatning yolg'iz qolganmi deyman. Ha? Sizlar mol to'shig'i ketganda xaridorim telefon qilib kelishib, paranglashib. Men ko'rmadim. Rost ko'rmadingmi? Ha? Chaqchaq qilmayapsiz? Ha? Rost. Ha. Güzel. Chaqchaq qilgangiz kelib ketsa, men xizmatni sirtqi vaqtlarda chaqchaqlashaylik, ha? Endi men xizmat to'g'ri mandaq ishlarda chaqchaq qilib qo'ysa, sen erib kelib qoldi. Ko'tarmay qoldi qara. Xeridanimi reis ketdi. Axirida yo'lga chiqib bo'lishman telefon. Kechdan aytib materialni beratmisiz? Ha? Beratdim. Ishlayapmisiz? Yo'q. Men sizning materialingizni ayirib nima qilaman? Ha, güzel. Chaqchaq qilmoqdimi? Anamın Şinjan'da yakında to'xtam tutgan vakolatchilarning nomer tizimligi bor. Uni men sesimni ishi qochilmagan boshqa narsalarni bilmasam mayli. Bularning hammasi kompyuterlar ichida bor. Men tayyor qilsam bo'ldi.
lekin vakalatchilarning tizimlikini beğenmişsiniz. Sen o'g'irlading demoqchimi? Isbotingiz bormi? Meni Ivonni deydigan isbotingiz bormi? Oy. Oy. Nima sakraysiz? Ha? Nima sakraysiz? Men sizni o'g'il tutdimmi? Ha? Men sizga ilon dedimmi? Ha? Ben tushunigim o'sha qo'yib qo'yganligi meni qiyinsimni tutsa, ha? Biz chiqargan sizni yolg'iz qolsangiz, bu qanot chiqib uchib ketadi u yoqqa. Ha? Sizni mas kim Ey Sami, men bo'g'ozda shunday chiqiraversa, o'rtsam yeridan to'tayotganimiz güzel esib olsa, ha? Kim gap qilmasa? 哎，都在把操的啥哎？这是公司像啥样子嘛？这个， Mara, nima bo'ldi? Ha? Nima Ermomayda menga aralashib bak qilayin dersan, ha? Ey Evres boqsi, men ermamay davatamsa oldinga bakmay, ha? Oynatchi vaqtni yo'q, güzel deb og'izdan kirib bo'ynini chikatida qo'yib ketmabdi, ha? Epizamni paytimizda kayinga so'rab tushmabdi. Voy to'p chiroyingni shapqatlab ketgan anjir daqiqlargina rangisa tushmoq. Elik bir tamuğa o'xshamaydigan qullovuz o'tilib bir suiqash etdi-ku. Suyuq lavza. Shuningdek lavza, shuningdek tepkisiz nima kelsa, o'g'illar olgan uchun maydoning olsun. 哎，不然你少说两句啥哎？ Voy, bu yo'q ni quan, siyanzay. Ni chao. 你不说我就做啥了？ Ha? Tushundingmi? Ha? Qanday? Anlamding? Bo'ldi, shu yetar. Yaxshi. Mara, güzel. Ishqilib, men seni bek bo'sh joylab qoldimmi? Ha? Men bilan bek o'yin o'ynaganlar kelib ketgan o'xshamamdi. Ha, ma ishqi suv mayli, o'yin o'ynab qo'ydinglar. Endi navbat menga keldi-da. Ha, sizlarga voy deb basam, endi voy, izimga az. Sen meni samimiy bo'za kirib qolgan o'xshaysan. Buningdagi o'yinni qanday o'ynashni men sizlarga o'rgatib qo'yay, ha? Bak. Endi o'yinni qanday qilganini sizlar ko'rsatib qo'ying. Seni bo'ldi qilasizsiz, bo'ldi qilinglar. Voy. Ay, o'tgan xizmat vaqti-ku. Nega varaqchirim bor? Hech yo'qlar, direktor. Ma Sami güzel bek amraq. Güzel Sami bek amraq bo'lgan ekan, bir-birisi qinishmay, chaqchaqlashyapti direktor. Ha, shu yashoqadagi xizmat vaqti-ku. Astoydil bo'linglar. Ha? Xizmati bilan mas'ul ko'rinib qolsa, oqiti go'zallar mas'ul bo'lsizlar emasmi? Xizmatdek bo'lsin. Xizmat vaqtida ishxona bunday jipozirdak varaqchidan to'ldirib etsanlar qanday bo'ladi? Güzel. Ishxonam bilan sizda yig'ayapman. Mahmud.
çay içkeş. Beni keçir al. Bir şey de. 这么的， sevdiğim ne son tonsu. 好噻， Yuvarlan pacısı sağ. Şimdi mandak bir şiir var ki. Güzel de yaşlayınız közümüzü. Güzel de taşlayınız kısmetimiz. Güzel de yoktunuz vicdanımız mı? Dünyada hemeden semi bulmaktayız. hey, hey. Eğer okuduğunuz askerlik niyet ayrım çağırıp bir şiir okup demek çıkar. Bir ayın almışsam size okuyayım sizin o şiirlerinizi. Hoş şu. Lekin hem de ko'nglimni hem de sizlarga tushuntiraydi. Hem de şiirden başlayışım. Bunu gapni başlayamayman ekan. Men sizdan chaqirishim maqsad. Ben rost xato qildim. Odam degan dunyoga yemigacha o'zidan xato qilganligini faqat his qilmaydi ekan-ku. Mana bugun bundan yedim. Endi odam xatolikdan endi xoli bo'lib qolamaydi ekan. Shunaqa chilyapti. Endi tunji qitim xatolik o'tkazgan ekan. Ha bir fursat bersanglar. Ha. Bu nozu tuğdu yapma, bu nozu uzarıp niye yapıp duydu. Nimancılar cimey, şıkıpçı, sizge gel kısapçı, oldu gel kılmayıcı. Endi bizning do'stligimiz uzun yillik do'st. Ha, biz qirinlashdek bo'lib ketgan. Mening yuragim sizlarga yaqin do'stlarimdan ayrilib qolishga faqat chidamaydi ekan-ku. Acaba bir günü oylaşmak dikensiz bunu. Yakın dostluğumuzu bir çet qarıp kep qanday yüzsüzlük qıldınız? Özünüzü yüzsüzlük qıldınız. O işlerin yüzünüz sepiyigim yok benimki. Çünkü onda işçi yaman pişip yemek. Aa başkaları. Endi vaqt shu muhabbatning kuchi degan. Ya. Yuzim qarab qoldi. Ha, oldu. Bu gaplarni qo'yib qarang. Nim bu pishayman qolmas. Nim ta'sir qilib ketsin ya ish ketdi. Bunga endi güzelmi vaqti bor ekan-ku. Men xato yo'lga desib soldim. Bunun ustiga bugun yeydigan odam endi mana ketgan. Biroq ko'zim eshib ketdi. Qalbim yo'rdi. Qalbim sizlarni cho'nqur to'ndi. Kıldıklar seni. Çünkü ma közünüz işletmeyin, ma kıldığınız işine, man işletmeyin, man işletmeyin. Keş bununuzun uçunu görüp de iş kılamsız. Kep boğut, küyep, titrep, ayrılıp bir şeyde. Ay şıkıp bir qarab kettiniz. Qarab bir yaptınız ya. Nimge oxşap kapsız. Ha, deganimiz mi rost. Endi kechlar salıvar. Her şeyga. Endi u ishlarni qaytadan akaga olmaydi. Rost. Qalbim bekyor. Yaxshi qilamiz lazım. Bo'libmi? Ishkaylanam. Gel bakalım. Mijitga nishga bek aldirishib qoldi. Mijitga masala salay desam. Endi zaman vizasini sizlar. Shuni ishkamani yaqin do'stim bo'lgandan keyin ishkamani kechirasanlar. Yaxshiroq o'ylash baqsanlar. Mushu bir do'stni da esga keltirasan. İfadeniz qarab bakayım. Bo'ldi. Chatoq yo'q. Ha, bundan keyin tilimda emas. Dilimda, harakatimda, butun hamma narsamda sizlarga bo'lgan do'stlik muhabbatini ifodalayman. Tügülme gitmez. Ha, dedi. Undasi yaxshiroq bo'lishdi. Do'stlik muhim. İşte bak güçlü bir şey. İşte bu acıdı hoş. İşini kullanıyorum. Ha, ouais, là.
sizni saqlayotdim. Kiring. O'tiring. Meni bir ish bilan izlaganmidingiz? Voy, nima ishlaysiz? Men shirkatga bolalarni ishimamda. Siz bilan shirkatimizga yangidan kelgan bu bolalar menda tezda xizmatga kirishib, yaxshi ishlaydi. Xizmat unumi haqiqatan yaxshi. Odatda men bu bolalarga qattiq talab qo'yaman. O'zimni xizmatni mas'uliyatsizlik qilmayman. Lekin konu xodimlarning yangi xodimlarga ajrab fikri bor ekan. Nima fikri bor ekan demamsiz? Yangi xodimlar kichikina ba'zan bir ishlarda shaxsiyatchilik qilib, konu xodimlarniki ishga ta'sir yetkazibdi. Buni ularning o'zlarining mas'uliyatsizligidan bo'lgan ishlarda hozirgi raqobat davri tursa, buninglar bilan yangi xodimlarni ayblasak to'g'ri bo'lmas. Ularga xatolik yuz bermasa. Ana bunday ishlar yuz beraversa, konu xodimlarning yangi xodimlarga shu fikri ko'payib, o'tirliqda arazliq paydo bo'lib qolmasin deb asiradi. Har kim o'zining qilgan ishiga mas'ul bo'lishi kerak-da. Yangi xodimlarni mushuning bilan ayblasak, ularning qizg'inligiga suv sepsak, bundaq shirkatning manfaatiga ziyon yetmamdi. Endi konu xodimlarning shirkat qo'shgan to'yqilari jeb. Bir gap bilan ularniki qilgan to'yqilaridan inkor qilish bo'lmaydi-ku. O'g'u shundaq. Lekin vaqt kelganda har qanday shaxsiy manfaatni shirkat manfaatidan ustun qo'yishga bo'lmaydi-da. Yangi xodimlarni ilhomlantiraylik. Qolgan ishlarni emniyatga qarab bir taraf qilsak bo'laverdi-ku. Qo'lsiz yan ichida deb. Hozircha bu ishlar shu joyida turib turibsizmi? Bo'ladi. Shuna qilay. Anda tizimimiz boshlaydi. Allohga to'la. Rahmat. Güzel. Ha? Hammalar bu yoqqa kiringlar. Hamma. Voy, shuni aytadim. Mejit kelmabdi. Bosh shirkatga ketgan, yo'q kelmadi. Bosh shirkatga? Ha. Voy bu bosh shirkatga bir berib berib butun ishxonaga kirib bir boshdan kasildab chiqib. Bir kun tugatamidek nemish va bosh shirkatda. Bol. Yig'inimizni aytayverlar. Lala, siz yaqinda bu yoqda shirkatimizga kirim, xaridor chaqirish ahvollarini so'zlab o'tdim. Şirketimizning yaqindan bu yanqi setish, xaridor chaqirish ishlari intayin yaxshi. Ilgirkidan yaxshi bo'lib ketyapti. Bo'pmi, yangidan kelgan xodimlarning xizmat unumi yaxshi ko'rilyapti. Buningdan keyin texnik qizg'inligini joriy qildirib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilaman. Diqqat qilinglar. Shirkatimizga kelgan yangi xodimlar tezda qisqa vaqt ichida mo'yitib ko'nib ketdinglar. Mushtaqli bo'lsa shirkatimizdan kuch texnik ish boradi. Men o'ylayman, mushtaq bo'lsa biz texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltiramiz. Konu xodimlarning burundan boshqa to'yqilari jeb. Mana yangi xodimlarla konu xodimlar birlashgan chog'da cho'qim shirkatimizning kuchini kuchaytirib bo'ladi deb o'ylayman. Buningdan keyin konu xodimlarla yangi xodimlar cho'qim ittifoqlashinglar, hamkorlashinglar, bir-biringizga yordam qilinglar. Mushtaq qilganda shirkatimizga o'zimizning bir kishilik ta'siri qo'shqini bo'ladi. Tushundingizmi bolalar? Bularga xizmatda nayta hamkorlashinglar. Yig'inimiz misol bo'lsin. Qolgan ishlar bo'lsa, keldinglar, chiqsam bo'ldi. Chirim. Yapamda? Yo'q.
Şimdi. Hey, Semih. 你今天一天都放着脸，和平时不一样哎。咋了啥？因为他们两个。 Ufağına kişi var. Arada ekran çatak. Ulan. 可不是嘛，他太过分了，动不动就抢我们的客户，啊，还在那个得意的在那儿收钱的呢，太差劲儿了。 Semih, Şoma. Bularcu bizi pek yavaş, pek bozak verip kalmışlar. Gapdan uyushadi. Ular bizni haqiqatan bo'zab keladi. Biz mana shirkatga ulimizni sarchaqlab qolganga, ha? Bizning uyallarimiz tafkamida. Uyan oldimizda va Uyan ishqini ichishdan oldida Paskalning ishga oldidan son Maliya direktori bilan Fazilkaning maxfiy paramit qizdan emas, tuyuqsizda quliqim kirib qoldinglar. Kim dedi o? Sen boshqa deb qo'yasan. Biz nimcha qolgan edi. Shu nima debdi? Biz oldin ketib Fazilkaning bu ishga ustida har shikoyat qilib emasmi? Shu shikoyatimizni Maliya direktori e'tirof qilmaydi ekan. Bir sababda nima ish qilyapti? Voy ishkisini bu ishlarga chiqsa berib qolsa shirkatimizda manfaatli ta'sir etar ekan. Shu Fazilkam shirkatdan manfaatda biz koni xizmatchilarni o'ylashmadi. Ben Maliya direktorining nafsini o'ylashdim. Tegib tagiga o'ylab yetsa, Maliya direktorchi birinchilab seni ishdan bo'shatmoqchi. 第二个就想干死你，Shuningga biz uchala yakchilab shuni markazlashtirib butun kuchimiz bilan o'sha ikkisiga taqobil tursak, mana shirkatni uzun turib olamiz. Ahir rizqi sizda. Birga ikkab taqobil tutishni. Men bir rizqqa shu mana ikkisini qanday qildik ekan deb qo'yib qo'yganda Sizda saliyamagan. Shuni qilib qoldi emasmi? Shuni to'g'ri tushuninglar. Buning biz qanday qadam ilishni yaxshi o'ylashimiz kerak. Yaxshi plan tuzishimiz kerak. Men bu allaburun plan tuzib bo'ldim. Güzelning tamaysini yeli ko'ramiz. Chiqib ko'ramiz. Oy, yaxshimi? Filan. Bu yoqqa. Bu yoqqa. To'xta.
Oturun. Qarshi olamiz. Bir ish bilan kelganmiz. Mağa şirketinlarniki umum ahvolini bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Shirkatimiz asosliq ichimlik ishlab chiqardi. Gazliq. Şirketni tushuntirishdan burun avval o'zingizni tanishtirmoqsiz. Yo'lishingiz bormi va yoki martingiz bormi? İsmim Güzel. Bu şirketning katibi. Shaxsiy turmushimni deb o'tamisanmi bo'lar? Xo'sh, davomlashtiring. Şirketimiz asosliq ichimlik ishlab chiqaramiz. Gazliq, gaz. Yaxshi yarash, o'zingchi. Men shirkatda nima ish qilyaptim? Suratda go'zal qizning yiqimliq ovozidan huzurlanyaptim, ha? Nechqol? Oram 1 million? Hey, bu 5 millionlik savdo to'z qandaqsiz 1 million chiqib qoldi. Ha, bo'pti. Hech qisi yo'q. Ular ishonchlik. Pulni karta qurib olsin. Bo'ldi. Xo'sh, sodir bola qilsin. Gapimizga kelsak, shirkat. Yes. Sut bo'ldi ya. Nima bo'ldi? Men choyni unutib qolibman. Choy ichasiz, qahva ichasiz. Ko'nladi, menda bir gap bor. So'rab berdik, urib ber deb ekan. Qahva ichdim. Rahmat. Davomlashtiring. Endi siz nimaga kelganingizni bir deysangiz, vakolatchi bo'lamsiz? Ha yoki mablag' solamsiz? Men shuni qarata sizga bir tushuntirish yapaman. Bo'ldi. Meni unchalar ko'p pulim yo'q. Ha? Voy, hozir milliondan gapini qildingiz-ku. Shunda mening pulim demagandim, ha? Sherigimning puli. Gapim davomlashmasam bo'lamda? Menga oz mablag' silib, ko'p foyda oladigan yaxshiroq bir xizmat turi bo'lsa, tushuntirib qo'yamiz. Qiziq gap bo'ldi-ku bu. Ma foyda degan sog'lom mablag' qarta bo'ldiganda, oz mablag' silib, jiq foyda oladigan ish nima aka? Voy, bar, ismingiz kim? Güzel. Ha, güzel. Qarang, güzel qiz. Siz meni pul yo'q qalanda ko'ra qoldingizmi? Pul bor-ku, biz o'g'illarning qo'lidan kire. Xohlasam, mushu shirkatning o'zini setib olaman. Siz buni undimi cho'ng qilib shirkatni bir necha? Mena shirkat, pirkat, paychek, maychek, vakalachi degan narsalardan faqat qo'shaman. Ham qiziqmayman. Ay, qandoq odamsiz? Uni desam buni deysiz, buni desam uni deysiz. Voy, nimaga keldingiz amsa? Ana eshik menman, uzatmadim. Voy. Ismingiz nima? Güzel. Güzel. Ochiqimiz xeyli bor ekan, ha? Shirkat deganga faqat savdo qildiganlar kiradi-da. Ha? Unda qadam shirkatlarning viviskasiga xizmat bilan munosibatsiz kishilarning kirishi ruxsat qilinmaydi deb yozib qo'ysanglar olmabdi. Menimcha, bu yer siz bilan quruq gap qiladigan faqat vaqtim yo'q. Voy, to'la jidal bermay chiqinglar menga. Belli. Sizlar xaridor mushtak kutamsizlar? Ha? Sizlar xaridor mushtak muomala qilamsizlar? Ha? Siz bilan gap talashmayman. Berib, direktorni chaqiraman. Chaqqan bo'ling. O'tirsiz qo'pmanchi. Voy, nima voqaysiz? Men bu qiladigan bir mut ishini tashlab qo'yib, sizga mana tushuntiryapman, uqdingizmi? Voy, chiqinglar menga. Siz men bilan jiddalashmoqchimi? Ha? Men sizga deb qo'yay. Men qasddan jiddal terib ekanmidim. Siz jiddalni hozir teryapsiz. O'zimizni besib olaylik, ha?
Bo'ldi, siz bilan jiq takalashmayman. Men bu shirkatga vakolatchi bo'lib keldim. Mana shirkatning yillik ishlab chiqarish jadvali, setish jadvali va shuningga munosabat barliq materiallarni ekan. Bir boshdan tunib chiqqandan keyin onda sizlar bilan to'xtamishman. Bekor to'xtamda baldir tuzib qo'yib, ziyon ta'tirga ishlab tutsamayman. O'tirsizmi, qo'pmamsiz? Qamashmagan bu narsalar kelgan. Sizlar shirkatni mushunda qadam ishlatamsizlar? Xizmatni mushunda mas'uliyatsizlik qilgan odamni ishlatamsizlar? Bu bosh shirkat yo'llaydigan maxfiy materialga bor. Ha? Bu yigitni qo'ldan ish qildi bu. Anlasam sizlarni qiyinchiligi borlarga yo'lab qo'yib turibdi, yordam qilgan deydi. Tuturlar, bunda benimizni çekilirsinler. Ben nime davatmam, sizin nime davatmam. Oy bir kızı oldu ki ama. Müzik direktörü bu derecede oynamak iken ben.